Tomorqa daromad manbai, undan to'g'ri va oqilona foydalangan oilalarda iqtisodiy barqarorlik mujassam bo'lmoqda. Ayni paytda Namangan viloyatida 754 ta mahalla bor. 455.416 ta xonadon tasarrufida esa 40.650 gektar tomorqa yer maydoni mavjud. Hozirda tomorqalarda sabzavotlar, rezavorlar, poliz, dukkakli va moyli ekinlar ekib parvarishlanmoqda. Bundan tashqari 275 ta mahallaning bir kontur bir mahsulot tamoyiliga ixtisoslashtirilgani yuqori daromadli eksportbop qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish imkonini bermoqda. O'zbekiston umumiy uyimiz ko'rsatuvining bu galgi sonida biz turli millat vakillari istiqomat qilayotgan Chust tumanining Yangichak mahallasida tomorqadan foydalanish madaniyati bilan tanishamiz. Yangichak mahallasi Chust tumani markazidan 25 kilometr olisda joylashgan. 5000 nafardan ziyod o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar hamjihatlikda istiqomat qiladi. Bu yerda 1020 ta xonadon bor. Aksariyatining tomorqasini ko'zdan kechirar ekansiz. Chustliklarga xos mirishkorlik, har qarich yer maydoni oqilona foydalanish tajribasi shakllanganini kuzatasiz. Ma'lumotlarda qayd etilishicha, viloyatimizdagi 46 ta mahalla meva bog'dorchilikka, 98 ta mahalla kartoshkachilikka, 25 ta mahalla rezavor mevalarga ixtisoslashgan. E'tiborli jihati aynan Yangichak mahallasida xuddi shu xususiyatga ega ixtisoslashuvni ko'rdik. Masalan, Abdusattor Nabiyev o'z xonadonidagi 9 sotixli tomorqa maydonidan omilkorlik bilan foydalanib, yaxshigina daromad ega bo'lmoqda. Hozirgi vaqtda tomorqachilikka e'tibor juda katta. Nimaga deganda islohotlar o'zini ko'rsatyapti. Natijasini ko'rsatyapti. Endi har bir shaxs tomorqasidan foydalanish kerak. Men masalan nafaqada hozirman, shunga bekor unutilmasdan uyimda shu 6 sotik ekadigan joyim bor, 3 sotik meva daraxtlarim bor. O'shandan foydalanish uchun harakat qilaman. O'tgan yili 2 tonna olgan bo'lsam, karshkon yuzidan. Bu yil mo'ljallayapman, urug' yangi navi 2,5 tonnaga mo'ljallayapman. Sarimsoq piyoz ekaman, sabzi ekaman. Poliz mahsulotlarini aslida bozordan qandan ham sotib olaman, zarur bo'lmasa. Hammasi o'zimizdan chiqadi. Bu oilaga iqtisodiy daromad. Inson harakat qilsa, maqsadiga yetadi. Daromadini ko'paytiradi. Mana bir yilda hech bo'lmaganda 40 million, 30 million, 50 million daromad olsa, qo'shimcha pensiyadan tashqari qo'shimcha daromadmi? Iqtisodiy jarayoni, yashash tarzi yaxshi bo'ladi, oila tinch bo'ladi. Men qariyaga qarab o'tirmayman. Menda shunaqa bitta fe'l bor. 70 ga kirgan bo'lsam, asta-sekin shu tomorqamda aylanib, o'zgina shu ishlarni qilib yuraman. Nimaga deganda, qancha harakat qilsangiz sog'lom bo'lasiz. Bizni mahallada bitta ko'chada 15 ta oila yashaydi. 15 ta oilaning aksariyati nafaqada, lekin o'shanda tinch emas. İnsanlar bular. Hammasi birinchidan ahil, inoq, mahallamiz obod, asfalt bo'lgan, suvimiz naqd, svet bor. Endi tomorqadan foydalanishda bir-biridan qolmaydi. Raqobat kuchli bizda. Bir-biridan, sen shuncha oldingmi? Qanaqa metod bilan? Men manjon olaman. Bittasi tomorqadan olsa, bittasi ko'chachilikdan oladi, bittasi uzumdan oladi, bittasi masalan mevadan oladi. Harakatga yarasha baraka bordi. Shunda ertadan tursangiz, shunga shukr qilish kerak. Ertadan tursangiz siyat salomatmi? Hayotga qo'shilib ketdingiz. To'g'ri. Bu baxt-ya. Harakat qilyapsiz, bu baxt. Kim uchun? O'zingiz uchun, davlatimiz uchun. Daraxtga mehr bersangiz, mevaga mehr ber, yerga mehr bersangiz sizga qaytaradi. Prezidentimiz kecha kunduz xalq uchun kurashyaptilar. Hamma sohada islohot. Endi men qariya deb qarab tursangiz, hech bo'lmaydi. Hayot uchun kurash kerak. Kurash uchun quvvat kerak. Quvvat uchun harakat qilish kerak. Shuning uchun yaxshi yashayman desa, harakat qilish kerak, yashash kerak, tomorqaga e'tibor berish kerak. Chust tumani o'ziga xos tabiatga ega. Yangichak mahallasida kartoshka, loviya, pomidor, bodring yetishtirishga qulay ob-havo sharoiti bor. Buni yaxshi anglagan mirishkorlar erta bahordan boshlab dehqonchilikka kirishadilar. Yerga suqilgan har bir nihol hosil bermay qo'ymaydi. Masalan, Sharof Kalonov xonadonida ham bu borada o'ziga yarasha tajribalar yetarli. 12 sotixli tomorqa maydoni yashillikka burkangan. Ko'proq kartoshka, pomidor, sabzi, qizilcha ekiladi. Ro'zg'ordan ortgan albatta yaqin oradagi do'konlarga, bozorlarga chiqariladi. Bu bilan cheklanmay xonadonda qo'y boqishadi, parranda parvarishlashadi. Qarabsizki, sabzavotlardan tashqari go'sht, tuxum ham xonadonning o'zidan chiqadi.
xonadoningizdagi bir sarishtalik, fayz va tomorqa madaniyatini juda ham bir rivojlanganini ko'rib turibmiz-da. Tomorqadan foydalanish tajribalaringiz nimalardan iborat bo'lyapti? 12 sotuk yer, 12 sotukdan shu unumli foydalanish uchun bola chaqalarimiz bilan har xil ekinlar ekanmiz. Asosan bizda kartoshkachilik. Shu kartoshkani olib bo'lgandan keyin shu yuqoridagi qazilgan artezan quduqlardan mahallamiz bilan birgalikda olib kelib shu ikkinchi ekinda olishga harakat qilamiz. Bog'dorchiligimiz bor, daraxtlarimiz bor, xurmolar bor, giloslar, o'riklar, shulardan hammasidan unumli foydalanamiz. Mana shu ekin-tikindan, umuman shu bog'-rog'larni yaratib qo'yibsiz-da xonadon tomorqasida. Topayotgan daromadlaringiz qanchaga endi farq qilyapti? Qanchalik o'sishini kuzatish mumkin? Mana mahalla yettiligi bilan birgalikda shu unumli foydalanish uchun harakat qilyapmiz. Ahil bo'lib oilamiz bilan birgalikda shu ekin-tikinlar hammasini qilyapmiz. Undan tashqari mana parranda, chorva mollarni ham olib kelib boqyapmiz. Shulardan foydalanamiz. Qancha daromad bo'lyapti shunda? Daromadlar ancha yaxshi hozir. O'rtacha bir 50-60 millionga boryapti. Tomorqadan olingan foydamiz hisobiga, chorva hayvonlari foydasiga shu uy joylarimizni yaxshilab olyapmiz, obod qilyapmiz. Yashash sharoitlarimiz ham shu mehnat orqasidan tobora yaxshi bo'lib boryapti. Ayni paytda viloyatimizda 1330 ta xonadonda asalarichilik yo'lga qo'yilgan. Har yili bunday xonadonlar egalari tomonidan o'rtacha 2800 tonna shifobaxsh ne'mat yetishtiriladi. Namangan viloyatida hozir 180 mingta asalari oilasi parvarishlanmoqda. Shifobaxshligi uchun asalari boqayotgan xonadonlar soni ham ortmoqda. Bu o'z-o'zidan asal mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va turlarini oshirishga xizmat qilyapti. Yangichak mahallasida ham asalarichilik qiziqqan xonadonlar yetarli. Masalan, Sayfullo Yunusov keyingi vaqtda serdaromad sohani rivojlantirish bo'yicha bir muncha tajribaga ega bo'ldi. Hozirda 120 ta quti asalarisi bor. Tomorqa maydonini boqqa aylantirib, tabiatning bu ne'matidan yuqori daromad olishga erishmoqda. Tomorqadan mana ko'ryapsizlar, karshka ekamiz. 1 tonna, 2 tonna karshka olamiz. Xurmo bor, hamma daraxtdan bor. Meva-pevani sotamiz. Undan qancha foyda olasiz? Undan ham foyda ancha. O'zimizga bo'lib turibdi. Keyin o'zimiz asalari bilan shug'ullanamiz-da. 120 ta yashag'ida asalari bor. 300 ta oila. Undan ham 200 million shu atrofida daromad olamiz. Buni boqqan odam kam bo'lmaydi-da. Tomorqadan shu yaxshi daromad olamiz. Oilamizni shu bilan bolalarni o'qityapmiz. Mana uylar quryapmiz, mashina olyapmiz. Shu asalari bilan tomorqani orqasidan ishlagan odam kam bo'lmaydi. Ham zavq olamiz, ham pul topamiz, mehnatni ham qilamiz. Yashash sharoitimiz juda yaxshi. Shuni orqasidan, ari bilan shu bog'i orqasidan mehnat qilsa, hamma odam ham yaxshi bo'ladi. Albatta, yerni boqsang, yer seni boqadi deb bejizga aytilmagan. Tomorqa madaniyatining tobora oshib borayotgani mahallada aholining ro'zg'ori butligi, dasturxonlar to'kinligi, bozorlar mo'lligi va narxlar barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin tutmoqda. Bugun dehqonchilik hadisini olgan tomorqa egalari o'zlarining halol mehnatlari bilan farovon hayot kechirmoqdalar. O'zaro tajribalar almashinuvi, bu boradagi bilimlarning takomillashuvi oilalarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlayapti. Bizning mahallamiz ko'p millatli mahalla. Tojik, o'zbek, qirg'izlar bor. O'zaro juda hamjihat, ahil. Bir-biri bilan inoq. Tomorqadan foydalanishga kelsak, mahallamizda 220 gektar tomorqamiz bo'lsa, bo'sh joy topolmaysiz. Tomorqadan unumli foydalanish madaniyati bizda Xudoga shukr juda rivojlangan. Bizda driverimiz mana bog'dorchilik, chorvachilik. Mahalladan mana birinchi ekinga kartoshka ekiladi. 280 tonna, 300 tonnagacha o'zlaridan orttirib bozorlarimizga olib chiqib sotishadi. Daromadi yaxshimi, yomon emas. Mana bog'dorchilikka kelsak, bizda gilos, xurmo ko'proq ekiladi. O'rtacha hisobda olganda bitta xo'jalikda 30 million, 40 million, oldi 100 milliongacha tomorqadan foyda olishadi. O'sha oilaga yordam, nima keksalarimiz ham juda yoshlarga o'rnak bo'lib, shu tomorqadan foydalanishga yoshlarga o'zini o'gitlarini o'rgatib,
bizda xullas juda tomorqadan foydalanish madaniyati xudoga shukur juda rivojlangan. Hozir 5269 ta aholi sonimiz bo'lsa, shundan hozir 3,5 mingta, 4 mingta aholimiz mana shu tomorqadan daromad olib, bandligini ta'minlab, o'ziga daromad keltiryapti. Maqsadimiz bundan bag'riga yana ham tomorqa madaniyatini kuchaytirib, daromad salmog'ini oshirish. Mahallada nafaqat tomorqadan yuqori daromad olish orqali turmush farovonligini oshirishga e'tibor kuchayyapti, balki maishiy xizmat va servis sohalarini rivojlantirish ham e'tiborda. Ayniqsa, bundan 6-7 oy avval mana bunday kichik sexlarning tashkil etilgani ham shu yerlik aholi, turli millat vakillaridan iborat bo'lgan xotin-qizlar bandligini ta'minlashda qo'l keldi. Tadbirkor tomonidan erkaklar sport kiyimlari ishlab chiqarilmoqda. 25 nafar ish o'rni yaratildi. Hozir bir oy mobaynida 2,5 mingta tayyor mahsulot bozorlarga yetkazib berilmoqda. Bizning Chust tuman Yangichak mahallamizda tashkil etilgan kichik ishlab chiqarish korxonamizda 25 nafar ayol qizlarimizni ish bilan band etdik. Biz erkaklar sport kiyimlarini tikib, ularni ichki bozorlarimizga tarqatyapmiz. Bizning ish boshlaganimizga 8 oy bo'lib qoldi. Qizlarni tikuvchilikka o'rgatib, ularga erkaklar sport kiyimini tikish uchun mahoratli chevarlar bilan dars o'tdik. Mana bir necha oydan beri ish faoliyatimizni yurg'izib kelyapmiz. Hozirda 25 nafar ayollarni ish bilan ta'minlaganmiz va yana 10-15 nafar ayollarni ish bilan ta'minlashga qurbimiz yetadi. Ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz O'zbekiston bozorlariga yaxshi ketayotgani uchun hozirda ishlarimiz juda ham qizg'in. Bu jarayonni xudo xolasa yana uzoqroq davom ettirish niyatidamiz, bardavom bo'lishini istaymiz o'zimiz ham. Ayollarimiz donabay hisobda ishlaganlari uchun ular 4 million, 4,5 milliongacha oylik olishadi. Chekka mahallamizda bunday tikuv sexi ochilganidan biz juda ham xursandmiz. Uyimizga yaqin joyda shunchalik daromad qilayotganimizdan juda ham xursandmiz. Bir so'z bilan aytganda, turli millat vakillaridan iborat aholining hamjihatligi, bebaho ne'mat yerdan oqilona foydalanishi, tadbirkorlik salohiyatining ishga solinishi, yashash sharoitlarini yaxshilash, oilalarning iqtisodiy farovonligini ta'minlashda qo'l kelyapti. Bag'rikeng diyor O'zbekistonimizda turli millat vakillarining o'zaro totuvligi yurtimizni ravnaq toptirishi va taraqqiyotiga munosib hissa bo'lib qo'shilmoqda.